Assalomu alaykum akalar, ukalar, hurmatli kuzatuvchilar. Zakaz qilingan elektromobillarimiz Farg'onaga yetib keldi. Hozir 4 dona yetib kelgan, 3 dona oq va 1 dona qora. Akalar, zakazlar juda ham ko'p. Oldindan zakaz qilib qo'ysalaring 3 kun yoki uzog'i bilan 4 kun ichida chiqarib beryapmiz. Sababi kraskasi qurilishi 3 kun yoki bo'lmasam 4 kun vaqt olyapti. Zakaz qilganlar 1 soat, 2 soat yoki bo'lmasam yarim 1 kun erta yoki bo'lmasam kech chiqib qolishi mumkin. Sabrli bo'lasizlar va to'g'ri tushunasizlar degan umiddamiz. Bu elektromobilchalarimiz litiy akkumulyatorda $2200 narxi. Ba'zi joylarda narxi arzon degan savol tug'ilib qolishi mumkin. Miya, motor, akkumulyator bizda umuman boshqa narsalar qo'yilgan yoki miya, motor, kontroller umuman boshqa qavatdagi va boshqa sifatdagi narsalar qo'yilgan. Shuning uchun bizdagi elektromobillarga biz 6 oy kafolat beramiz va bir zaryadda o'zida 170 km yurishiga kafolat beramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa bemalol call centerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar, zakaz qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.